Oddiy bir etajli uchastkani zamonaviy holatga keltirib berganmiz. Akalar ko'rishlar mumkin. Romlarning chetiga tegalar, patolog qismiga bir qator katta karnizdan chiqarib, uyga mana bu darvozani oldiga dela tushirib berilgan. Uyi bu tugash tarafiga ham bitta dela tushirib berilgan. Akalar, bu ishimizni ancha oldin tugatib berib ketdik. Video qilinmadi. ikkita romni o'rtasiga mana bunaqa dela tushirib berilgan. 40 santimetrlik dela. Juda ham bir ideal holatda chiqqan. Pastiga, tepasiga o'yinchoq noshga chiqarib berilgan. Bu yoq tarafini ham bitta ko'rib qo'yasizlar. Bu yoq tarafini ham kolonnalariga taroli fasonda mana shunaqa taroli fasonda chiqarib berilgan. Bu yoq taraflarini ham ko'rishlar mumkin. Romlariga sementov tegalarini juda ham ideal holatda chiqarib berilgan. Kelar buni tegi xomush bo'lgan. Suvog'ini ham o'zimiz qilganmiz. Suvog'ini ham o'zingizlar ko'rib qo'yasizlar. Juda ham ideal holatda chiqqan. Akalar, kimga shunaqa sementov tegi suvog' xizmatlari kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqasizlar. Ishlarni mana shunaqa ideal holatda bitqazib